Griezmann-da. Chunki chempion bo'lgan u. Jahon chempioni bo'lgan u. Fransiya bilan. Atletico bilan adashmasam Ispaniya chempionatini ham yutgan. Xorvatiyaga qachgacha borgan? Xorvatiya finaliga borgan. Finalmi, yarim finalmi? Finalga borgan shekil. 2018-da. To'rikkiga Xorvatiyani Real yutgan. bilan nima qilgan? Nima Real bilan? Nima qilgan Real bilan? Chempionlar ligasini olgan. Bitta jahon chempionatiga Griezmann bera olmaydi, ikkita assistentligiga. Atletico'da yorvorgan. Statistikasini chiqarib qo'yaman videoda. 57 mingta muxlis olib kiradigan xolos stadioniga hech kim yutmagan Atletico. Ya, lekin Griezmann munosib edi meni fikrimcha. Statistika bo'yicha ham jahon chempionati oltin kubogi og'irroq bosadi men uchun. Jahon chempionati kubogi, jahon chempionati bo'lgan yilda og'irroq bosadi. Demak, bitta o'zi o'ynagan Griezmann. Bitta o'zi o'ynamagan. Bu qanaqadir ma'noda kim bo'lgan 2018-da? O'zi umuman olganda jamoaviy sovrinli mana bu individual sovrinlardan ko'ra og'irroq tosh bosadi. O'shaning uchun 50 ta gol uradimi, 60 ta gol uradimi, mana shu to'pviy sovrinlari bo'lgani uchun oltin to'p olinadi. Misol uchun o'tgan yili Yamal olmadi, to'g'rimi? Nimaga? Dembeleda Chempionlar Ligasi bor edi. Yamalda yo'q edi. Shu Modric olganda 2018. Chempionlar Ligasi Modricda bo'lgan. Men o'zim shaxsiy fikrim, men shaxsiy fikrimni o'zgartirmoqchiman. Realsiga qarshi chiqib qo'ydingiz, qarang. Griezmann, sizning fikringizcha Griezmann olish kerak ekan, lekin Griezmann o'sha yil top nechida tugatgan oltin topga? 3. 3-o'rin bo'lgan. Necha bo'lgan? Yaxshilab eslang. 3 bo'lgan. Top 5 ga ham kirmagan Griezmann. Endi bu narsani siz bilan men hal qilamiz-da, ovoz berish jarayonida hal bo'ladi-yu. Keling, bo'pti mana. Griezmann deganlar like bossin, Cristiano Ronaldo deganlar kommentariy yozsin.